onalik kursi shunchalar kerakki, ona birinchi o'zini kimligini qanaqadir bitta boshqa osmondan kelib qolgan fan emasda. Shunday yondashuvda bo'lgan uchun o'sha bolalardan buyuk odamlar chiqqan. Onasini ishonchsizligini borib kimgadir chiqaruvchi ko'r bolasiga najot bera oldi. Onani yarasi bolasi uch bor. Nafrat, alam qo'yib bersa, uni nimadir qilib tashlasa, o'sha unga bergan, zulm qilgan odamlarni o'ziga bostirganlari bu farzandida unib chiqadi. Zino qilgan, yurgan, chekkan, ichgan. Psixologiyani bilimlarini noto'g'ri tushunishgandir. Otasi, onasi hech kimga kuchi yetmayapti. Onkologiya, saraton, mani qizim yuribdi, bolalar bilan gaplashadi. Ildiz bor-ku, ularni o'sib chiqqan. In bor-ku, qaysidir indan chiqdi-ku. O'sha varoqlamagan joyini majbur bo'ldi bolasida varoqlanishiga. Shunaqa ildiz darajasida ishlash uchun tashkil qilindi bu kurs. Ona bola tarbiya kursi bor-ku, o'zi tarbiya degan so'z zo'r so'z, lekin tarbiyani talqini noto'g'ri-da. Tarbiyali bolani tarbiyalash kerak deb yondashuvlar noto'g'ri bo'lib ketgani uchun tarbiya so'zi bezillatadigan o'xshab qolganda. Xuddi san bolaga qarab san olma bo'lib tug'ilgansan, lekin meni ishim yo'q, shaftol bo'lishing kerak degandagi yondashuvga o'xshaydi tarbiya. Bitta boladan umuman boshqa bolani yasab qo'yiladi-da. Mana shu onalik kursi hech ko'rganmisiz? Hech asos solinmadi-da shu kursga. Pul kursi, er va xotin munosabatlari, yana bir narsalar, yana hamma turi bor, lekin onalik bu keraksiz mavzu. Shunaqa tushunildi. Lekin hamma o'sha pul kursini ham, o'sha bolani ham, jinoyatchini ham, bashoratchini ham, ulug' shayxni ham hammasini unib chiqadigan joyi bu ona. Onalik kursi shunchalar kerakki, ona birinchi o'zini kimligini, o'zini nima bostirganini bilib olishi. Onani yarasi bolasi. Bolasi yo'q, ona erga turmushga chiqdi. Nima meni bolam bo'lmayapti? Ey Xudo, bola ber deydi. Bolasiz hayot yo'q. Lekin bola tug'ilgandan keyin bola qanaqadir ota-onani obro'sini ko'tarib berish bitta kim nimagadir vositasiga aylanib qolaveradi. Bostirilgan-ku, biz buvlarimizdan, ajdodlardan bilamiz-ku, bostirilgan yut. Jim bo'lsang yutasan. O'zbek qizi bunaqa bo'ladi yoki musulmon bunaqa bo'ladi deyilgani to'g'ri tarbiya berishgan. Zo'r ularning tarbiyasi. Lekin ilmli bo'ladigan, ochadigan joyi nimani bostiryapsan hozir? Hozir bostirayotganingni bilasanmi? Nimaga bostirayotganingni o'shani seni so'kayotgan yerga, chidagin deyilyapti, ichuvchi yerga yoki yana kimgadir. Umuman qaysi yerga tushding, bo'ldi chida, sabr qil deyilyapti. Qanaqadir bitta boshqa osmondan kelib qolgan fan emasda. Mana psixologiya kirdi, oilalarni buzilishi yoki o'zim bilganimni qilaman, hammaga tupurdim, qo'ynimni ko'chasi, unaqa emas. Hamma ilmni tagida kimdir o'zini manfaatini yoki o'zini talqini bo'ladi. Qur'on ham odam uchun eng kerakli o'chmas bitta haqiqat manbasi. Qolgan har xil ilmlarni ham o'zicha tarqatadi. Xuddi shunaqa o'sha biza bolaga bunga indama, bu joyda yut, bos deyotganda nimani bostiryapsan o'zi? Nega yutyapsan buni? Yutganing qayerdan chiqadi? Yutib keldik-ku shuncha payt. Yutganlarimiz ona sifatida qanaqa chiqqanlarni ham ko'rdik-a? Bularimizni ko'rdik, nechta ayollarni ko'rdik, tarixdagi ayollarni bildik, qanaqa bolasiga ta'sir qila olganini. Mana shu masalan Imom Buxoriyni onasi o'zini ochgani uchun o'sha bolasini ocha oldi. Ko'r bolasiga najot bera oldi. Onani mehnati uchun o'sha Imom Buxoriyni qilgan hamma xizmatida onani qo'li bor. Mesh teshuvchi bolani eshitganmisiz? Hamma biladigan rivoyat. 7 yoshli bola mesh teshuvchi bo'ladi, suvchi. U bir qanaqa odamlarning bolasi, halol, pok yegan luqmasini bolasiga shunaqa yedirgan odamlarning bolasi. O'sha suvlarni teshib yurganda chiroyli qilib otasiga tushuntirishadi-ku, olib kelib. Mana necha kun etmadim, lekin o'sha bu meni qiyinlik qilyapti, xuddi meni tijoratimga, men suv tashiydigan davr bo'lganda. O'shanda ular bolasini urganini, jazolaganini bilasizmi o'sha davrda? Ular sirazi o'zini qidirishdi. Otasi o'zini o'zidan qidirdi, onasi o'zidan qidirdi. Nimaga bolamiz bunaqa bo'ldi deb. Shunday yondashuvda bo'lgan uchun o'sha bolalardan buyuk odamlar chiqqan. Bolani do'pposlab, sen xato qilding, sen qo'ydirgisan, nima dursan degan bola qasdma-qasdiga yana ham jinoyatchi, onasi unga to'kkan, onasini ishonchsizligini borib kimgadir chiqaruvchi, uyda bostiradi, uyda jim yuradi.
ruxsat yo'q. To'polon qilma, buni qilma, uni qilma, hech narsaga ruxsat yo'q. O'sha yutgan bola uni boradi maktabda chiqaradi, qaysidir qizga, o'rtoqlarga, bolalarga urush qurash orqali shu agressiyani chiqaradi. Lekin u chiqaradigan narsasini uyidan to'ldirib ketgan bo'ladi. Qanchalik ayanchli, qanchalik og'riqli bo'lmasin, har qanday farzandni dunyoga ayol keltirib uzatadi. Onani ruhida bosilib yotgan o'sha jinoyat hislari bor-ku, hech qachon jinoyat qilmaydi ona. U bosadi, u yaxshi ona bo'lishga harakat qiladi. U har tomonlama yaxshi ko'rinishidan, lekin ichida o'ch bor. Nafrat, alam, qo'yib bersa uni nimadir qilib tashlasa o'sha unga bergan, zulm qilgan odamlarni. Lekin o'sha zulm qilgan bilan hisoblashib olish yoki o'zi masalan hisoblashib olish deganda borib qasd olish emas, kelishib olish. Nega unga zulm qilindi o'zi? Nega u bunaqa oilaga tushdi? Nega unaqa bu oilada tug'ildi? Nega unga shunday berildi yoki shunday oila qaynona-qaynota yana kimlardir berilganini o'zida yechib olmasa, ularni bostirursa, bolasi o'ziga bostirganlari farzandida unib chiqadi. Qaysidir masalan o'zini unda ruhida bor, onani ruhida jinoyat, o'ch olish, Xudo ko'rsatsin, ish qilib jazoladi, Xudoga soldim degan narsa, Xudoga solish, mazlum shunchaki aytadi, "Ey Xudo, o'zingga havola qildim" deydi, kurashib yurmaydi. Lekin nega solganini, nimagaligini o'zi uchun ochib oladi. Yig'lab, dodlab, yozib, chizib, nimadir qilib chiqaradi. Jim bo'lib yutib, oppo'g'oy bo'lib yurmaydi. Hozir davrni eng katta halokati qizlar bo'lib qoldi. O'smir qizlar. Zino qilgan, yurgan, chekkan, ichgan, og'zi shaloq, xulqi, shunaqangi o'zini masalan millati bor, hammani o'zini tarixi bor, chiqib kelish, o'zbek millati yoki mayli, millat ham hammasi yozursa, har bitta yerga kelgan odam o'zi ayolni erkakdan ajralib turadigan, hayvondan farq qilib turadigan tarafi bo'ladi-yu, hayosi. Ayol nima, kim o'zi? Psixologiyani bilimlarini noto'g'ri tushunishgandir. Noto'g'ri yetkazib berilgandir. Balki men bilmayman. Lekin meni hozir hech kim ko'z yumib bo'lmaydigan narsa, hozir hamma oilalarda, deyarli ko'pchilik oilada o'sha qizlarni eblab bo'lmayotgani. Busi aziyat chekkan, otasi, onasi hech kimga kuchi yetmayapti. Nimadir qattiqroq narsa qilayotsa, o'zini osib qo'yadi, o'ldirib qo'yadi degandek qo'rquv. Deb 100% demayman. Balki yo'q, meni qizim aytganimni qiladi deyish mumkin. Aytganimni qiladi, meni chizig'imdan chiqmaydi, bostirib zulm bilan boshqarayotgandir balki hozir kimdir. Shunaqa yoki zulm orqali boshqalar kimdir sal erkinlik berib ko'ray desa, u vobshe buzilib ebla bo'lmayapti. Zulm orqali bostirilgani ozgina o'tmay turmushga chiqadi, bolali bo'ladi, o'sha yutganlarini bolasiga o'tkazadi, onkologiya, saraton, o'sha qamoqda o'tirgan ayollar bilan gaplashganimda, saraton kasalini tagida ayollarni hammasini og'rig'i bolalikda yutganlar. Hozir buzilib ketgan qizlar, yurib ketgan qizlar, bular qayerdan keldi? O'zidan o'zi shunaqa bo'lib qolishmadi-ku. Ildiz bor-ku, ularni o'sib chiqqan, in bor-ku, qaysidir indan chiqdi-ku. Ustidan zo'r bo'lishga harakat qilish bilan ichkarisida o'zini iymonini ko'rib ko'rish, tozalab ko'rish, onasini tuzatish kerak. Qizlar tuzalmaydi bo'lmasa. Onalar tuzalmaguncha butun avlod halokatga uchraydi shunaqa. Chunki ona o'zida o'sha o'ch saqladi, nafrat saqladi. Erkakka hal qilmadi, tushunmadi, kechirim, tavba degan narsalar bor-ku. Nima uchun ular berildi o'zi? Uni tushunmagan, o'sha tavba qilmagan, iymonga kelmagan, balkim bu gap kimgadir og'riqli yetar. Meni iymonim joyida, meni hamma narsam joyida deyish mumkin, lekin ilm faqat haqqoniy yuzlashganingizdagina yuqadigan narsa. Yuzaki ilm, ma'lumot hamma yoqda bor. To'lib yotibdi, keragidan ham hatto ortiq. Eshitadi, hamma biladi. Shu gap, men aytayotgan gaplarni hamma biladi, lekin ichiga qani o'zini bitta varoqlab ko'rmagan. O'sha varoqlamagan joyini majbur bo'lyapti bolasida varoqlanishiga. Meni qizim yuribdi, bolalar bilan gaplashadi. Bitta emas, nechta bola bilan. Onani ko'rsangiz, oddiy bir yaxshi oiladan chiqqan shu qiz deysiz. Lekin onasi hali o'zini eri bilan munosabatlarini to'g'rilay olmagan.
erkakka bo'lgan nafrati bor. U hozir qiziga to'g'ri tushuntirishni bilmaydi. O'sha qiz yigitlar bilan yurmaslik uchun nima qilish kerakligini, nega yurmasligi kerakligini. O'sha qiz onasini erkakdan aziyat chekayotganini, chidayotganini ko'rib, o'sha o'ch olish uchun ham boshqa yigitlar bilan yuradi. Chunki onasini ko'ryapti, qani men qanaqa qila olarkanman? Men qanaqa eblerkinman? Men ham bitta erkakdan shunaqa o'tiramanmi? Onasiga ichida aytadi, nimaga chidab o'tiribsan bu odamga? Mamnaqa qil, amnaqadi deb onasiga xayolan gapiradi. Onasi qaysidir zulmga chidayotgan bo'ladi yoki o'sha erkak bilan jahlidan tushgandan keyin o'tirib olib, gaplashib, vaziyatni yumshatish uchun suhbatlar qilmasligi mumkin. Bo'ldi, befoyda, endi men taqdirim shu, bolalarim uchun yashayman deb jim davom etib ketaverishi mumkin. Qizi nega bunaqa bo'ladi? Nega otam onamga yoki nega erkaklar onamni oyoq osti qiladi degan o'ch bilan o'zini hislarini shunaqa namoyon qilmoqchi bo'ladi. Va bolalar ham shunaqa. Onani gapi uyda birinchi o'rinda, erkaklar o'chirilgan, yo'q unaqa hammani o'zini o'rni, bo'shashgan, dayus yoki umuman ishga, mehnatga layoqatsiz yigitlar hozir juda ham shunaqa qizlar, yigitlar ko'payib ketdi. Buni eshitish og'ir. Erkaklar qiynaladi ko'tarishga. Gap bu yoqda umuman erkak haqida ketmayapti-da. Erkak faqat onadan tug'ilgan bolalar, masalan, o'sha o'g'il yoki o'sha qiz. Onalar balkim ayollarni og'ritar shu gap. Nimaga biz aybdormizmi deyishi mumkin, lekin bolani xohladi-yu shu ona dunyoga kelishini. O'g'li, qizi bo'lishini rosa xohladi-ku, lekin ularni tarbiyasida kim bo'lishini bilish uchun o'zini birinchi ochishi kerak. Onasi eplolmayapti, onasiga muncha bo'shashadi ekan, bunaqa deb tashlasangiz bo'lmaydi, bunaqa desangiz bo'lmaydimi deb xayolida. Qiz endi uni tajribasi yo'q hali, u faqat ko'z chetdan ko'rib turibdi. O'sha narsani u boshqa bolada qiladi. O'sha adasini ko'raveradi hammada. Onasiga zulm qilganini ko'raveradi hammada. Chunki ona ichiga bosgan zulm, o'sha hislari, o'sha hamma hislari bor-ku, onaning har xil hissi bor. Ayol o'sha taqdirga tan berdi, bo'ldi, men yopildim, yashash uchun o'zi uchun krest qo'ydi. Bolalarim uchun yashayman dedi. Bolalar uchun yashamaydi-da-u. Bolalari o'zi sezmagan holda, o'zi yasholmagan ona, o'zi baxtli bo'la olmagan ona bolasiga baxtli bo'lishni o'rgata olmaydi. U faqat bosishni, yutishni o'rgatadi. Ona ichiga yutgan hislari tuproq-ku, bu tana yerdan bichib olingani. Tuproqqa ruh qadalgandek bir kuni o'sib chiqadi, bola bo'lib namoyon bo'ladi o'sha. Ona ko'rinishidan zo'r bo'lishi mumkin, nechtadir diplom bo'lishi mumkin-da, lekin o'sha qalbi ochilmagan bo'lsa, u hali ham odamlar nima deydi degan tushunchada yashayotgan bo'lsa, u ruhiy o'sha blokda qaramlik, Xudodan uzilish, odamlarga bog'lanish. Odamlar nima deydi deganni shior ostida yashalib shuncha yildan beri odamlar ko'rsin, odamlar nima deydi, odamlar deganni ortida shunaqa o'zingizni yutdingiz, bostirdingiz, odamlar gapirmasin deb deganlaringiz baribir qattandir chiqib keldi shunaqa farzandlar bo'lib. Bu farzandlarni shunchaki qattandir tushib qolgani yo'q yoki davr keldi, telefon buzdi, internet buzdi. Buzilmayotgan bola internet, telefon orqali o'zini bo'lishi kerak bo'lgan, xohlayotgan missiyasini telefon orqali o'rganib, tezroq rivojga chiqyapti. Undan qanaqa foydalanishni bilyapti. Lekin o'sha bu to'ygan alamga o'sha onasi qattiq qo'l yoki hamma narsada chegara bor, zo'r tarbiya beryapman deb qisilib, ezilib qolganlar telefondan qochib, telefonning ichidan nimadir topyapti. O'zini ko'rsatish, o'zini namoyon qilish, isbotlab qo'yish, tan oldirish. Tan olinmagan qizlar, sangimga sanda o'xshamaydi, ahvolingni qara, ko'zingni qara, solishtirilgandan keyin obdon solishtirildi, ajdodlaridan beri solishtirildi o'sha ayollar. O'zini u qani meni kimdir ko'rar, zo'r desin, bitta o'sha odamlarni tasdig'i orqali o'zidagi dopaminni ishlab chiqaradi. Organizmi shunaqa o'rganib qoladi o'sha. Bu faqat aql emas, bu yerda butun tanani xotirasi bor, uni reaksiyalari bor, ajdoddan o'tgan, o'zi nima qotganini o'zi bilmaydi. Qizlar bilan gaplashib ko'rsangiz, u ko'chiradi. Butun onani ichki holatini ko'chiradi bola.
yoki uni bosib ushlab turasiz, yaxshi eson omon kimgadir uzatib yuboraman deysiz. Uzatganingizdan keyin o'sha qiz kimgadir qul, kimgadir chidovchi bo'lib yashaydi, necha yil chidashni o'rgandi-ku sizdan. Lekin bir kuni chidagan shunday ayollar onkologiya bilan yotadi. Tez o'lib nimadir bo'lib ketadi. Yoki вообще fohishalikka kirib buzilib ketadi. Yoki ilm qutqaradi, u hammasidan chiqib ketadi. Mana ona o'zida his qilayotgan hislarni qayerdan kelganini, qayerdan u bu tarbiya berayotgan bolasiga bu tarbiya shablonini qayerdan oldi u ona? Bolasiga aynan kasal bo'lganda qanaqa qarashi, qorni ochganda qanaqa qarashi, qanaqa uy tutishi, qanaqa taqiq qo'yishi, qanaqa jazo berishi qayerdan oldi u ona? Lekin men shuni his qildim, shuni anglaganman necha yil oldin o'zim ham bolam bilan qanaqa og'riqlarni boshimdan o'tkazganimda to'g'ri tarbiya beryapman, zo'r tarbiya beryapman. Men puliga Robbisini tanitdim, Qur'onni o'rgatdim. Bo'ldi, meni ishim shu, yo'q, to'g'ri hammaga yaxshilik qilishni, ko'chada og'ir sumka ko'tarib ketayotganga yordamlash, erkak sifatida o'g'il bola bunaqa bo'ladi, qiz bola bunaqa bo'ladi deb xuddi o'rgatilgan narsalarni o'rgatganimda olgan og'riqlarim meni ichimda. Men shuni anglab yetganman, ilm onalarga xuddi Xudoni oldida ona rivoj qarz. Chunki hozir siz ulg'aytirayotgan o'g'lingiz u ertaga kimgadir er bo'ladi. Qaysidir ummatga yo kofir, yo mo'min, agar biz shunaqa deydigan bo'lsak, ota bo'ladi. Qaysidir bir davlatga rahbar bo'ladi. Siz ulg'aytirayotgan farzand va siz ulg'aytirayotgan qiz qaysidir oilani bekasi bo'ladi, u ham farzandlarga ona bo'ladi. Bir erkakni topganini yo barakaga aylantiradi, yo yo'qqa sovuradigan kimdir bo'lib chiqadi sizdan. Va endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Ilm, tarbiya sizni bolangizga kerakmi yoki sizgami? Agar yaxshilab tushunib ko'rsak, biz necha yildan beri tarbiyani faqat bolaga berib keldik. Faqat bolaga. Bola tarbiyali bo'lish kerak, bola shunaqa bo'lish kerak. Bu to'g'ri narsa, tarbiya berish bu farz qilingan. Lekin ammo aytilyaptiki, endi uni masalan kursi ichida ochiladi, hammasi qayerdan olindi bu ilm? Asosi qayerda? Qaysi gaplar bular? O'sha hadislardagi haqiqatlar, Qur'onni buyrug'i onaga. Tarbiya, ilm onaga berilishi kerakligi haqida gapirilgan. O'sha haqiqat ilmlari. Farzandga emas, tarbiya onaga kerakligiga hech urg'u bermadik, faqat bolaga qaratdik-ku. Lekin ona bu eshik, har qanaqa hayot ona orqali yerga keldi. Har qanaqa bola hayotni ona orqali ko'rdi. Ona bu xuddi bu dunyoga o'tish eshigi. Endi mana shu eshik isbosgan bo'lsa, kir bo'lsa, loy bo'lsa, undan qanaqa o'tadi farzand? Gap o'sha eshikni tozalashdami yoki o'tib bo'lgandan keyin u bolani tozalashdami? Chunki ona bolasiga har doim his uzatib turadi. Ona bilan bolani ruhiy bog'liq qilib shunaqa yaratdi. Onasi uzoqda bo'lsa ham bolasiga nimadir bo'lganini sezadi. Hozir nimaga unaqaligini tushunmayapsiz-ku, lekin kurs ichida nega shunaqa qiz sizga berilganini, qaysi amalli hosilasiligini bilish boshlaganingizdan keyin tushunasiz, qaysi ajdodingizdan o'tib keldi u. Qaysi bostirilgan, qaysi yopilmagan savol qizingiz bo'lib keldi. Uni tushunganingizdan keyin o'sha ichingizda bo'ladi. Nima deydi? Xuddi g'alaba bo'ladi ichingizda. Yechiladi o'sha. Yechilgandan keyin o'sha qizingiz uni ko'rsatib bermaydi sizga. O'sha sizni og'ritib, nohaqlik, zulm degan narsa tashqarida to'xtaydi. Siz uni tushunib, anglab to'xtatganingizda, anglab tushunib to'xtatishingiz uchun nega sizga berildi bu qiz? Xayolan mama menga deyishingiz mumkin, lekin u haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Aynan har bitta farzandni yerga kelgan tili bor, onaga dars o'tadigan tili.
ingliz tili, rus tili, fors tili, tojik tili, har xil tilga o'xshab farzandlar ham onani o'sha ruhini, tilini, o'zini ruhini tilida gapirib tarbiyalaydi. O'sha uchun berilgan bo'ladi. Shu ustoz bo'lib kelgan bo'ladi farzandlar. Farzand aslida sizni tarbiyangiz kerakligi uchun berilmaydi, sizga o'sha farzand tarbiyasi kerakligi uchun berilgan bo'ladi. Shuning uchun siz o'zingizni ochishingiz kerak, farzandingizda kimnidir ko'rmoqchi bo'lsangiz. Siz o'zingizni ochmasdan bolangizda kimnidir yasamoqchi bo'lishingiz bu katta xato. Chunki siz o'zingizni ochganingizda, siz haqiqatdan ham xohlayotgan shunday farzand darajasini ko'ra olasiz, qalb ko'zingiz ochilganda. Lekin o'zingizni ochmay turib, bolangizdan sandan uchuvchi chiqsin, sandan dizayner chiqsin deb talab qilishingiz, bu bitta ruhga hayoqqa aralashganingiz bo'lib qoladi. Ko'rganmisiz? Hech kim uchun hech narsa qilmaysiz. Hech narsa ta'sir qila olmaydi bitta odamni o'zgartirish uchun, lekin bola o'zgartiradi onani. Bolasi uchun hamma narsa qiladi ona. Lekin u bola ham bolasi uchun qiladi, dunyoda yashamaydi, hech kim yashamayapti. Ona o'zidan voz kechdimi, bolaga ham xuddi shu dasturni, shuni normani beradi. Ona odam sifatida, banda sifatida to'laqonli o'zini angla olmadi, yasha olmadi. Bolam yashasin dedi, bola ham xuddi shuni uzataveradi. Natijada hech kim yashamayapti. Hamma faqat uzatish bilan ovora. Hamma onani nima yarasi bor? Har bitta onani masalasi har xil, bir-biriga o'xshamagan. Bitta yoppasiga berilgan mavzu 40 ta ayolga, 50 ta ayolga to'g'ri kelmaydi hech qachon. 37-razmer 10 ta ayol oyog'iga 37-razmer kiysangiz sig'magani kabi, ilmlar ham shunaqa. Endi kursda ham har bitta ayoli o'zini og'rig'idan chiqqan holda, o'zini ildiziga tushgan holda, uni bolasi nima tilda, qaysi gap olib keldi? Buzilib, xulqi og'ir, tarbiyasi og'ir farzand deylik yoki aynan nima bilan og'rityapti o'sha farzandni? Onasiga qaysi muomalasi og'rityapti? Nimasi og'rityapti? Nogiron farzand nima haqida gapiradi? Umuman o'sha onani zaprosi bor, har bitta onani o'zini zaprosi bor, og'rig'i bor, yarasi bor. O'sha yarasi qayerdan kelyapti? Bu bola unga nimani yetkazish uchun keldi? Shunaqa ildizlar darajasida ishlash uchun tashkil qilindi bu kurs.